Assalomu alaykum O'zbekiston. Men mehribonlarim, men aytamanki O'zbekistonni yuragiga podpisatsiya bo'lganmanman. Bizani sochimiz olinishi mumkin, bizani qag'izimiz qonashi mumkin, qaysidir joyimiz shirlanishi mumkin, lekin yuragimizdagi duximiz o'lmaydi. Qachon o'ladi? Yuragimizdagi duximiz so'nadi, go'rga kirsa so'nadi. Birinchi o'chatga O'zbekiston rahbariyatidan menga juda ham katta rahmat deyman. Menga ishonch bergani uchun, meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun hammalariga rahmat deyman. Hali gaplarim ko'p sizlar bilan O'zbekiston hammasini bitta sizlar bilan aytib boraman. Har bitta nima bo'lgan, nima qo'ydi, nima qildi, 3 oy davomiga mendan nima o'tdi, hammasini sizlar bilan gaplashib boraman. Inshaalloh aytaman. Sizlar meni kutdinglar. Meni kutganlar hali chiqib yo'li davom etadi deganlar, men sizlar bilanman. Meni hali chiqmaydi, bo'ldi, ketdi deganlar, men ham sizlar bilanman. Men sizlarni ko'rib, u yuragingizdagi narsani g'ijilda men sizlarni to'g'rilayman. Men kelgan joydan boshlab ketaman men inshaalloh. Sizlarga kattakon rahmat, ota-onalaringizga rahmat deb qo'yinglar meni nomimdan. Har bitta O'zbekiston har bitta joyga kirib chiqaman inshaalloh. Salom alaykum qilib meni kutgan ota-onalar, meni kutgan radnoylarimning yoniga gaplashib chiqaman. Har bittalaringiz bilan salom alaykum qilganlar, menga rahmat, tabrik yozayotganlarga har bittasiga yozaman. Juda kattakon rahmat. Kelgan joydan O'zbekistonni udarlarni ko'rsatamiz. Eng kattasi. Inshaalloh o'zlaringiz ehtiyot qilib, menga bergan podpishkalaringizni yana davom ettirasiz.